Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana biz bugun Safiya degan kafeda keldik. Bu Samarqandda birinchi ochilgan kafe va buni 180 ta filiali bor. Buni birinchi mijoz bilan savol javob qilamiz hozir. Taassurotlarni va odzivini olamiz. Assalomu alaykum. Raufni подписчиклari. Veshni Rauf meni chiqaradigan bo'lgan YouTube'ga. Bilmadim nimaga chiqaraveradi. Men ham yo'q demasdan hay deb chiqyapman. Eshitinglar obunachilar, Safiya degan bakery, konditerskiy ochildi. 180 filiali va bu yerda to'g'risini aytsam, men o'z sabzili sok ichdim. Rauf tavsiya berdi va sabzili sok вообще идеальный. Va o'zi limon choy ichyapti. Dam olib, dugonalar bilan, jo'ralar bilan kelishga ideal joy ekan deb bemalol ayta olaman. Va telefoningizni zaryad qo'yish uchun ham zaryadli portlar ham mavjud. Shu gaplarni qadrli bo'lsa, xayr, sog' salomat bo'ling, obuna bo'lish istonchi. Hozir yana bitta savolim bor bu bratimizga. Bitta limon choy, bitta blinchik, мясной blinchik va sabzili sok necha pulga tushadi degan savol. Примерно necha pulga tushadi? Necha pul deb o'ylaysiz? Men ayta olamanki, hozir bu 3 ta narsa egalamiz.